binoan Nargiza opani, Nafisa opani, Farhod aka va Shuhrat akalarni davraga taklif qilamiz. Talablarga binoan marhamat. Marhamat Shuhrat aka, Farhod aka. Davraga. Keyin nishasiz, buni ichmay turish kerak edi. Ikkita. Hozir zosh qizg'anishyapti-chi? Siz o'tirib turasiz? Hozir. Siz olma bormi shu yerda? Olma. Birdan bitta, shuni yordam beraman. İşte. Hozir çok qiziqarli ishlar bor. Ko'p bo'lamiz. Qiynalmaslik, hozircha. To'g'ri, qiziqarli bo'lsa, yana o'tdi. Endi esa azizlar, so'z navbati tugadimi? Endi esa hamma sinfdoshlaringizga qarab turasizlar, olqishlab. Kim tez o'zarga olmaydi hozir. Olqishlaringizda birinchi o'rinni aniqlab olamiz. Demak, 1, 2, 3 boshladik. Nafisa opa birinchi bo'lib ko'rsatdi. Nafisa opa birinchi bo'lib ko'rsatyapti. Nafisami? Nafisa. Ismlari Nafisa. Nafisa ismlari to'g'rimi? Nargiza. Nargiza opa chempion bo'ldilar sharq qizlar. Olqishlar Nargiza opaga. Ana endi yaqinlaymas ekan. Ha, sho'rida. Ko'zim ochilgan. Ko'z ochilgan. Marhamat. Men 1-2-3 deyishim bilan keyin boshlaysizlar. Olqishlab turasizlar. Demak, kim birinchi o'zarga ishi bo'ladi. 1, 2, 3 boshladik. Farhod akaga qarsaklar bo'lsin, Farhod akaga. Raqiblar do'stlik g'alaba qozondi. Farhod aka rahmat, Shuhrat aka rahmat. Agar qalbingizda qolib ketgan tilaklaringiz bo'lsa bemalol sinfdoshlarga. Ya, Farhod aka. Do'stlar, biz Alo, gapiryapti. Bojajonim. Bojajonim. Men boya reis bo'yapti. Agar qolib ketgan gaplar bo'lsa deyapti. Qolib ketgan gaplar ko'p. Faqat chiqmayapti. Men aytmoqchi bo'lganim reis bo'ya birinchidan qo'ygan shartimiz endi taqizlab ko'rasiz. Men kimim, Farhod kim? Bu bir. Ikkinchidan mana bugun yaxshi o'tirdik. Hamma xursand. Allohga shukr. Mana shu insonlar. Shu insonlar yuzida chehra, o'yin, kulgu. Men xursandman. Men emas, nahotki men qolgan hamma do'stlarim Shonazar, G'olib, Abdumurod, Orif, Erkin, G'olib, Beknazar, Anvar, hamma xursand. Tilagim shuki, mana shunday davrada
Şu manzı davralarda iltimos bir sekund. Nafsa go'sht kenjiysan. Hamma bir ketgancha 50 o'ngizda qo'ldan iltimos. Ovqat olmoqchi. Xod nabitga xod vino xod aroq. 50. Alvarjon. Men 50 ko'raman. Iltimosdan. Ya da. Tak, hamma qo'lga olsan turmas. Ay Mohamed. Men aytmoqchi bo'lganim hamma mana qadar kim xod nabetga vino vodka faqat sog'liq uchun olgan. Endi qo'sa bersalar farqadan o'tib ham bor shunda. To'g'ri. Sen berib men nima deyman? Og'aylar, bitta narsada shunday damlar kirsaydi, sinfdoshlar yuziga kirsaydi. Mana shu qadaqni 100 yoshga kirganda qitta ursaydi. Shohbozda qilsin. Ya, qiyinmaganlarga qiyinsin. Chiqqanlarga mena qiyinsin. Hayron bo'ladi hozir. Nigara yuzga kirganda kishiga daqqa ursaydi. Umar Xoyam aytganlar, qo'limda bo'lsa-yu oq bug'doy noni, bir kasa sharob, bir oq qo'shqor soni, esa so'zim uni. Bundan shuratga yetolmas, jahon sultoni dedi. Savol bormi? Sen qaratim bo'lasan. Rahmat hammaga. Hammaga yoqimli ishtaha. Qadahlar ko'tarilsin. Endi esa Erkin aka. Shu yerda siz ham bo'lasiz. Ha? Hamma. Orif aka. Qadrdonlar, ikki og'iz so'z. Hozir hurmat, e'tirof bilan har bir sinfdoshingizni birma-bir o'rnidan turg'izib, mana bu video kasetangizga bir umrlik umrbod bu esdalik sovg'asi bo'ladi. Hozir hurmat bilan Olim akamiz bugun shu yerda bor insonlarni tasvirga olib qo'yasizlar. Marhamat Olim aka. Beknazar akamiz bugun shu yerda o'tiribsizlar. Qarsaklar bilan. Rahmat. Manzura opa. Qarsaklar bilan. Ranjiza opa. Qarsaklar bilan. Samara Sayyora opamiz shu yerda o'tiribsizlar. Nafisa opa. Nazira opa. Nargiza opa. Sohina opamiz. Marhamat. Qarsaklar. Fazilat opa. Nargiza opa yana bir bora.
Anvar akamiz shu o'rnini ko'rsatdilar. Qarsaklar. Farhod akamiz ham. Rahmat. Nafisa opa. Qarsaklar. Nafisa opa o'rnini ko'rsatdilar. Marhamat. Nigora opamizga qarsaklar. Abdumurod akamiz ham shu davrada o'tirdilar. Erkinjon aka. Orif akamizga qarsaklar. Shohmazor akamizga qarsaklar shu davrada o'tirdilar. Va G'olib akamizga ham marhamat qarsaklar bilan. Endi esa Anvar akamizga qarsak bo'lsin. U ham shu davrada o'tirdilar. Va menga yaqinda yordam berganliklari uchun Shuhrat akaga alohida qarsaklar. Bu gaplarni aytganim boisi ertaga 30 yillikda qani kim bor kim yo'q. Keyin videoni ko'rib taqqoslayverasiz. Hozir bor videolarni o'sha videoda ko'raverasiz. Hammangizga rahmat. Endi esa hammangizni chin dildan yana bir bora tabriklayman.